Assalomu alaykum. Qadrli Asaka tuman tez tibbiy yordam xodimlari. Bugun navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Darsimizni boshlashdan oldin meni ovozim yetib boryaptimi yo'qmi aniqlashtiraverasizlar. Ekranning ko'rinishi va ovozim yaxshi yetib borayotganini aniqlashtirib demak yaxshi yetib boryapti. Bo'lmasa boshlaymiz. Yaxshi. Bugungi darsimiz gipertermiya va gipotermiya mavzusi bo'yicha bo'ladi. Gipertermiya deganda tana haroratining ko'tarilishi, gipotermiya esa tana haroratining tushib ketishi. Xo'p, gipertermiyani kelib chiqish mexanizmi qanaqa? Unga nimalar sabab bo'ladi? Qanaqa yordam ko'rsatishlik kerak? Mana shular haqida bugun Xudo xolasa batafsil gaplashamiz. Bizi ish faoliyatimizda eng ko'p uchraydigan holat hisoblanadi gipertermiya. Ba'zi holatlarda ko'ramizki, isitma yuqorilab ko'tarilib ketganda, masalan, qancha yordam ko'rsatmaylik, isitmani tushira olmaymiz. Tushirish qiyin bo'ladi. Mana shunaqa holatlarga sabab nima bo'ladi? Nima qilishlik kerak? Qanaqa yordam ko'rsatishlik kerak? Bugun Xudo xolasa mana shular haqida batafsil gaplashamiz. Xo'p, tayyor bo'lsanglar, bugungi darsimizni boshlaymiz. Demak, birinchi darsimiz rejasini tuzib olamiz. Isitma haqida tushuncha, isitma turlari, isitma patofiziologiyasi, isitmaning himoyaviy ahamiyati, oq va qizil isitma, oq isitmada tez tibbiy yordam, qizil isitmada tez tibbiy yordam, gipotermiya, ya'ni tana haroratining tushishi, gipotermiya va gipertermiyani belgilari, gipotermiyada tez tibbiy yordam. Bugun mana shularni ko'rib chiqamiz. O'zi aslida gipertermiya va gipotermiya haqida bir dunyo ko'plab ma'lumotlarni aytishim mumkin sizlarga, lekin darsni iloji boricha ixchamlashtirib, tushunarli qilishga harakat qildim. Demak, boshladik. Isitma deganda pirogenlarning, ya'ni tana haroratining ko'tarilishiga sabab bo'luvchi omillar, ya'ni pirogen moddalar ta'sirida termoregulyatsiya markazining qayta tashkil etilishi natijasida tana haroratining ko'tarilishi bilan tavsiflanadigan jarayon hisoblanadi. Qisqa qilib aytganda, isitma qanaqadir tashqi yoki ichki omil ta'sirida odamda tana haroratining ko'tarilishi hisoblanadi. Pirogenlar, ya'ni tana harorati ko'tarilishiga sabab bo'luvchi omillar ikki xil bo'ladi. Eksogen va endogen omillarga bo'linadi. Eksogen omillar bular tashqi omillar, masalan, bakteriyalar, zamburug'lar, viruslar va parazitlar, hayvonlar, ya'ni gijja kasalliklarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Biz odatda mana shu eksogen omillarni ko'p ko'ramiz. Eksogen omillar hayot faoliyatimizda ko'p uchraydi. Aynan mana shular ta'sirida tana harorati ko'tarilishi deyarli 99% holatda uchraydi. Biz masalan tez tibbiy yordam xodimi bo'lib borganimizda bemor uyga asosan masalan bolalarda tana harorati ko'tarilgan bo'lsa, asosan analgin dimidrol qilish kerakligini bilamiz. Shu bilan odatda tana harorati tushadi. Lekin ba'zi holatlarda 10%, 15% holatlarda tana harorati tushmasdan turib oladi. Bugungi darsimizdan ham asosiy maqsad o'zi mana shu holatda, bu holatda o'zi kelib chiqishiga sabab nima, tushirish kerak bo'lganda nima qilish kerakligini bilish. Eksogen omillarga demak bakteriyalar, zamburug'lar, viruslar va parazitlar hayvonlar kirar ekan. Odatda aynan eksogen omillar ta'siridagi isitmada tana haroratini tushirganimizdan keyin bemorga antibiotik buyuramiz. Antibiotik terapiyasi o'tkaziladi. Ampitsillinmi, ceftriaksionmi, yo bo'lmasa sulbaktamli antibiotiklarmi. Mana shularni qilganimizda isitmani tushirgandan keyin, odatda undan keyin isitma chiqmaydi. Nima uchun deydigan bo'lsak, mana shu eksogen omillar, bakteriya, zamburug', virus, parazitlar hayvonlarga nisbatan antibiotik terapiyasi o'tkazilganda, ularda faoliyatini cheklaydi-da, qaytib isitma ko'tarilmaydi. Xo'p, ikkinchi omil endogen omillar. Endogen omil degani organizmning ichki omillari. Eksogen deganda tashqaridan kelayotdi. Endogen deganda ichki omillar tushuniladi. Ya'ni ichki omillarga nimalar kiradi? Interleykinlar, o'sma nekroz omili va interferon oqsillari misol bo'ladi.
Odatda endogen omillar, ya'ni interleykinlar, o'sma va interferonlar ham aslida eksogen omillarga bog'liq. Ya'ni tashqaridan ichkariga kirgan infeksion kasallik ta'sirida interleykinlar, interferonlar hosil bo'ladi. Undan tashqari endogen omillar boshqa yana ko'p. Masalan, leukotrienlar bor, prostaglandinlar bor, leukositlar, neytrofillar. Bular ichki omillar. Bu tashqi omillar ta'sirida organizmning ichki qismida rivojlanadigan, demak, jarayonlar, ya'ni isitmaning ko'tarilishiga sabab bo'ladigan ichki omillar hisoblanadi. Demak, ikki guruhga, eksogen va endogen guruhlarga bo'lib oldik. Xo'p, isitmaning turlari. Xo'p, isitma holatiga qarab, demak, bir qancha guruhlarga bo'linadi. Birinchisi o'tib ketuvchi isitma. O'tib ketuvchi isitma deganda haroratni bir marotaba ko'tarilishi bunga misol bo'ladi. Undan keyin tana harorati ko'tarilmaydi. Bu holatda bemorga antibiotik terapiyasi ham, dori vositasi ham buyurish shart emas. Qanaqadir organizmni gomeostaz, ya'ni tashqi muhit o'zi organizmda gomeostaz deganda tashqi muhit harorati o'zgarishidan qat'iy nazar organizmda ichki muhiti bir xil mo'tadil holatda saqlanishi gomeostaz deyiladi. Aytaylik, masalan, tashqarida 40 gradus issiq bo'lganda ham yoki 4-5 gradus sovuq bo'lganda ham odamda tana harorati o'zgarmaydi normalda. 36.2, 36.8 gradus bo'ladi. Mana shu narsani gomeostaz deymiz. Endi qanaqadir tashqi yoki ichki omillar ta'sirida ba'zan tana harorati birmuncha ko'tarilishi mumkin. Bu faqatgina bir martalik bo'ladi. Undan keyin bu holat qayta takrorlanmaydi. Aynan mana shu holat o'tib ketuvchi isitma deb ataladi. Ikkinchisi doimiy isitma. Sutkada tana harorati 1 gradusdan yuqori bo'lmagan isitma. Masalan, aytaylik 36.8 bo'ladigan bo'lsa, bemor tana harorati 37.5 bo'lib qoldi va bu 37.5 o'zgarmasdan turaveradi, qachonki bemorning holatini tekshirib, kasalligini aniqlamagunimizcha. Bu doimiy isitma deyiladi. Uchinchisi kuchsizlantiruvchi. Kuchsizlantiruvchi sutka davomida tana harorati tebranishi 1-3 gradusgacha bo'lgan isitma. Ya'ni normaga nisbatan 1 gradusga o'zgarishi mumkin yoki 3 gradusgacha ham o'zgarishi mumkin. Masalan, 36.5 bo'lsa isitmasi normada. Shu 38 gacha yoki 39 gacha o'zgarib, qaytib mana shu o'zgarib turuvchi isitma bu kuchsizlantiruvchi isitma deyiladi. Bunaqa deyilishiga sabab tana harorati qancha ko'tarilgan sari odamni holdan toydiradi. To'rtinchisi o'zgaruvchi. Ertalabki haroratni normagacha yoki undan ham past bo'lishi. Tana haroratining ko'tarilishi yoki tushishi bilan bog'liq holatni demak o'zgaruvchi guruhga bo'lamiz. 5-inchisi qaytalovchi. 5-6 kun kechuvchi yuqori haroratni normal harorat bilan almashinib turishi bu qaytalanuvchi isitma deyiladi. O'zi mana shu guruhlarning hammasiga qanaqadir sabablar bor. Infeksion omilmi yoki infeksiyaga bog'liq bo'lmagan boshqa termik, ya'ni kuyish, mana shunaqa holatlarmi, isitma bemorga chiqyaptimi, demak uni qanaqadir sababi bor. O'zidan o'zi bo'lmaydi odatda. Faqatgina yengil ta'sirotlar natijasida birinchida aytib o'tganimiz o'tib ketuvchi isitmada kasallik bo'lmasligi mumkin, lekin qolganida qanaqadir kasallik mavjud. Uni endi albatta umumiy qon tahlili, peshob tahlili yoki boshqa analizlarni qilish orqali demak aniqlashtiriladi. Xo'p, navbatdagisi holsizlantiruvchi isitma. Bu sutkada harorat 3 gradusdan 5 gradusgacha bo'lgan isitma. Demak, normaga nisbatan 3-5 gradusgacha yuqori. Odatda isitma 40 ga chiqqandan keyin bemorga tezkorlik bilan yordam ko'rsatish kerak, chunki organlar shikastlanishigacha bu narsa olib borishi mumkin. Va oxirgisi noto'g'ri, atipik isitma. Bu harorat ko'tarilishi va tushishini betartib holda o'zgarishi. Ya'ni buni qachon tana harorati ko'tarilyapti, qachon tushyapti, aniq bitta qoidaga solib bo'lmaydi. Demak, isitmani mana shunaqa guruhlarga bo'lishimiz mumkin. Xo'p, isitma patofiziologiyasi. Isitma patofiziologiyasi. Xo'p, aytaylik, masalan, isitmani boshlanishi qanday bo'ladi? Demak, infeksion yoki noinfeksion omil ta'sirida isitma birinchi bo'lib boshlanadi. Infeksion deganda bakteriyalar, zamburug'lar, viruslar, parazitar kasalliklar bo'lsa, noinfeksion omilga masalan aytaylik kuyish. Masalan, issiq suvdan kuyish yoki boshqa o'tdan kuyish. Mana shu holatlarda yallig'landi deylik, teri
Buni natijasida infeksiya tushadi baribir ikkilamchi holatda va isitma tana harorati yuqorilaydi. Demak, infeksion yoki noinfeksion omil ta'sirida organizmga ta'sir bo'ldi va ushbu holat odam organizmida yallig'lanish protsessini keltirib chiqaradi. Yallig'lanish prosessi boshlangandan keyin demak birlamchi piragellar hosil bo'ladi. Birlamchi piragellar. Piragen deganda isitmani kelib chiqishini aytib o'tdik. Buni isitmani kelib chiqishiga sabab bo'luvchi omillar dedik. Demak, birlamchi piragellar ta'sirida organizmda leykositlar aktivlashadi. Xo'p, leykositlarning vazifasini menimcha hamma biladi. Odam tanasiga qanaqadir tashqaridan yot taassurot ta'sir qilsa, buni odam organizmi sezadi. Sezishi natijasida unga nisbatan himoya chorasi boshlanadi. Leykositlar ularga qarshi kurashadigan qo'shin, ya'ni askar deb tasavvur qilinglar. Demak, birlamchi piragellar hosil bo'lgandan qonda ko'paygandan keyin leykositlar aktivlashadi. Leykositlarning aktivlashishi esa bu yerda yallig'lanish prosessini demak kuchaytiradi. Natijada ikkilamchi piragellar, ya'ni interleykenlar hosil bo'ladi. Endi ikkilamchi piragellar, ya'ni interleykenlar aktivlashgandan keyin demak hujayrada prostaglandin degan modda hosil bo'ladi. Prostaglandin E. Ikkilamchi piragellar ta'sirida prostaglandin E hosil bo'lgandan keyin prostaglandin E odamni bosh miyasidagi termoregulyatsiya markaziga ta'sir qiladi. Odam organizmi termoregulyatsiya markazining 3 ta qismi bor. Fizik, kimik va termoregulyatsiyaning markazi. Kimik demak moddalar ta'sirida qo'zg'aladi. O'rtadagi termoregulyatsiya markazi buni analiz sintez qiladi va fizik bo'limi esa unga nisbatan odam organizmida reaksiya paydo qiladi. Bu reaksiya isitma orqali paydo bo'ladi. Xo'p, gaplarimni boshqatdan bir qaytaraman. Demak, infeksion yoki noinfeksion omil tushdi, yallig'lanish prosessi bo'ldi, birlamchi piragen moddalar chiqdi, leykositlar aktivlashdi, ikkilamchi piragenlar hosil bo'ldi. Ikkilamchi piragenlardan fosfolipaza A2 fermenti ta'sirida prostaglandin E hosil bo'ldi. Prostaglandin E demak termoregulyatsiya markazidagi kimyoviy retseptorlarni qo'zg'atgandan keyin termoregulyatsiya markazida analiz sintez bo'ldi va fizik markazi orqali esa odam organizmi bu yallig'lanish prosesiga nisbatan javob qaytaradi. Bu javob qanaqa bo'ladi? Bu javob isitmaning ko'tarilishi bilan bo'ladi. Xuddi shunaqa. Endi savol paydo bo'lishi mumkin. Iltimos, mikrofonlarni o'chirib qo'yinglar-da. Kimniki yonib qoldi mikrofon? Xo'p. Demak, ushbu yallig'lanish proseslaridan keyin termoregulyatsiya markazi orqali demak isitma ko'tarildi. Endi savol paydo bo'lishi mumkin. Agar mana shu proseslardan keyin isitma paydo bo'lishi shartmi? Nimaga paydo bo'lishi kerak degan savol bo'lishi mumkin. Bu savolning javobini men sizlarga hozir o'zi ikki xil isitma borda, oq va qizil isitma. Aynan oq isitmada mana shunaqa holat bo'ladi. Odam organizmida ichki qismida yallig'lanish, ya'ni infeksiyaga qarshi kurash ketayotgan bo'lsa, u yerda isitma hosil bo'lib turib, isitma teri orqali tashqariga ajralayotgan bo'lsa, bu yaxshi. Agar ajralmasa muammo bo'ladi. Ya'ni issiqlikda odam organizmida hosil bo'lishi bilan tashqariga chiqarilishi o'rtasida muvozanat bo'lishi kerak. O'shunda isitma xavfsiz bo'ladi. Agar issiqlik hosil bo'lsa-yu tashqariga chiqmasa, bu juda ham xavfli. Biz masalan isitma tushiruvchi dori qilamiz-ku, masalan aytaylik analgin dimidrol qilamiz, 38,5, 39 ga isitma chiqqan bo'lsa, analgin dimidrol qilsak isitma tushadi. Lekin ba'zi bolalarni ko'radigan bo'lsak, asosan bolalarda bo'ladi bu. Ba'zi bolalarni ko'radigan bo'lsak, analgin dimidrol qilsak ham tushmaydi. Qanaqa dori vositasi qilsak ham tushmay qoladi isitmasi. Aynan mana shunaqa bemorlarda o'sha bolani ichida hosil bo'layotgan issiqlik bilan tashqariga chiqayotgan issiqlikning o'rtasidagi muvozanat buzilgan bo'ladi. Ya'ni ichkarida issiqlik hosil bo'laveradi, tashqariga chiqmaydi. Mana shunaqa vaqtda qanaqa dori vosita qilsak ham o'sha bolani isitmasi tushmaydi. Bunaqa vaziyatda nima qilish kerakligini hozir aytaman. Xo'p, shu joygacha tushundingmi? Guruhga yozib yuboramiz. Savollar bo'lsa berib olinglar.
Shu joygacha tushundingmi? Tushunmagan bo'lsanglar, savolni bersanglar aytaman-da javobini. Demak, hammaga tushunarli ekan-a? Xo'p. Endi sizlarga shu yerda bitta savol beraman. Qaranglar. Bolani tana harorati 40 gradus yoki 40 dan ham oshib ketadigan bo'lsa, issiqlik tashqariga chiqmasa, odam organizmida ichkarida issiqlik hosil bo'lib turib, tashqariga chiqishi bilan ichkarida hosil bo'layotgan issiqlik o'rtasida muvozanat buzilsa, o'sha isitma xavfli. O'sha isitma xavfli. Bunga nima qilish kerakligini hozir aytaman. Endi sizlarga bitta savol beraman shu yerda. Bolalarga isitma demak 40 yoki 40 dan oshadigan bo'lsa, birinchi bo'lib nima qilamiz? Magneziyni ukolini qilamiz. Magneziyni ukolini qilamiz. Lekin yosh katta odamda isitmasi 40 yoki 45 bo'lsa, magneziy qilishimizga hojat yo'q. Nima uchun? Nima uchun? Yoshi kichik bolalarda magneziy qilamiz, u yosh kattalarga magneziy qilmaymiz. Nima uchun? Qani kim javob beradi? Yosh bolalarda tez sudraga beriladi. Shuning uchun yosh bolalarga magneziy qilinadi. Hop. Davleniyasi tushib ketmasligi uchunmi? Yo, davleniyasi tushib ketmaydi. Davleniyaga yo'q, unaqa qon bosimi tushmaydi bolalar. Buning uchun emas sabab. Sudragini oldini olish uchunligi to'g'ri. Nimaga kattalarga qilmaymiz unda magneziy? Javob yo'qmi hech kimda? Nimaga kattalarga qilmaymiz? Kattalarda sudragi bo'lmaydi. Shuning uchun qilinmaydi. Nima uchun? Nima uchun? Kurashuvchanlik kuchlida yo'q, bu javob emas. Nima uchun? Kattalarda immuniteti baland bo'ladi. Yo'q, yo'q. Kattalarda immunitet baland bo'ladi, shuning uchun sudragi berishi xavfi kam bo'ladi. Xo'p, bu javob emas-da, ilmiy javob kerak menga. Men isitma patofiziologiyasini bekarga qo'shmadim, o'rtoqlar, qaranglar. Isitma patofiziologiyasiga ko'ra, infeksion, noinfeksion, yallig'lanish, piragen, leykositlar, ikkilamchi piragenlar, prostaglandin va termoregulyatsiya markazini aytib o'tdim. 3 yoshgacha, asosan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda aynan mana shu 3 ta qism, termoregulyatsiya markazi, ximik retseptorlar va fizik. Mana shu 3 ta qism to'liq shakllanmagan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Tana harorati ko'tarilsa, odamdagi termoregulyatsiya markazi o'sha isitmani miyaga zarar berib qo'yishini oldini olib turadi. Termoregulyatsiya markazi odatda 3 yoshgacha. Undan kattalarda, katta yoshdagi bolalarda va katta odamlarda bu termoregulyatsiya markazi to'liq shakllanib bo'lgan bo'ladi. Isitma qanchalik ko'tarilmasin, uni bosh miyadagi markaz nazorat qila oladi. Bolalarda uni nazorat qila olmaydi. Isitma ko'tarilib ketib turib, termoregulyatsiya markazini bosib, bir yo'li miyadagi nerv hujayralarini ham bosib qo'yadi. Shuning uchun bolada sudraga berish holati kuzatiladi. Xo'p, mikrofoninglarni o'chirib olinglar. Xo'p, tushundik-a? Bolalarda sudraga berishning sababi termoregulyatsiya, issiqlik markazi yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Shuning uchun biz sun'iy ravishda termoregulyatsiyani amalga oshirishga harakat qilamiz. Xo'p, kimlar mikrofon?
Nasib opa, sizni mikrofoningizni yoniq o'chiring. Xo'p, yana kimdir yoqyapti-da. Xo'p, bu narsaga meni ovora qilmanglar, iltimos sizlardan. Shahzoda opa, yondirib oldingiz. Ekraniga chiqib oldingiz, o'chiring. Bo'ldi, o'shda. Xo'p, tushundinglar, xullas. Demak, termoregulyatsiya markazini yosh bolalarda yaxshi shakllanmaganligi uchun sudraga beradi. Mana men 3 taga bo'lib qo'ydim-ku, fizik, markaz va ximik. Mana shu 3 ta qism yosh bolalarda yaxshi shakllanmaganligi uchun bolada sudraga berish xavfi bo'ladi. Ana shu sudragini oldini olish maqsadida biz oldindan magneziy qilamiz. Magneziy qilganimizda miyadagi bosim tushadi. Miyadagi bosim tushgandan keyin sudragini oldi olinadi. Lekin odatda aynan mana shu sudraga berish holati oq isitmada bo'ladi-da. Hozir qizil va oq isitma nimaligini aytaman. Oq isitmada bo'ladi. Odatda magneziy qilingandan keyin ham sudraga xavfi baribir bor. 60-70% holatda sudraga berish mumkin. Maksimal nima qilish kerakligini hozir aytaman. Shu joygacha demak tushundik-a? Xo'p, isitmaning himoyaviy ahamiyati. Isitmaning himoyaviy ahamiyati. Xo'p, bakteriyalarning o'sishini tormozlaydi, ularni antibiotiklarga rezistentligini pasaytiradi. Masalan, infeksion omil organizmga tushgandan keyin, demak, bakteriyalar, masalan. Bakteriyalarga qarshi organizm nima qilishni boshlaydi? Kurashishni boshlaydi. Ana shu kurashishning natijasida issiqlik paydo bo'ladi-da, o'zi isitma. Endi odamning ichida isitma ko'tarilgandan keyin bakteriya o'zi xohlagandek tarqalib keta olmaydi. Demak, isitmaning himoyaviy ahamiyati bakteriyalarni tormozlaydi ekan. Ikkinchisi, moddalar almashinuvini kuchaytirib, toksik metaboliklar parchalanishini ta'minlaydi. Ya'ni bakteriyalar hosil qilgan zararli moddalarni parchalanishini ta'minlab beradi isitma. Ya'ni dori vositasi qilganimizcha odam organizmi o'zini o'zi himoya qilib turadi mana shu vaziyatda. Uchinchisi, fagositozni faollashtiradi. Fagositoz ham bu yallig'lanish prosesiga aloqador narsa. Yallig'lanish orqali, demak, infeksion jarayonni sekinlashtiradi. To'rtinchisi, qonda himoya oqsillari miqdorini ko'paytiradi. Masalan, lizotsim, interferon, komplement oqsillarni, demak, qonda ko'payishiga sabab bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari isitma simpatik nerv faoliyatini kuchaytirib, arterial giperemiya chaqiradi. Giperemiya deganda bu qon tomirlarining kengayishi. Odatda, masalan, bolaga isitma kiradigan bo'lsa, odatda qo'l va oyoq terilari, yuzlari qizaradi. Ana shu qizargan holati yaxshi holat. Nimaga desanglar, qizargandan keyin teri orqali issiqlikni chiqishi kuchayadi. Arterial giperemiya bo'lgandan keyin teri orqali issiqlik chiqsa, ya'ni ichkarida hosil bo'lgan issiqlikni tashqariga chiqishi vujudga kelsa, demak bu yaxshi. Bu bemorning hayoti xavf ostida bo'lmaydi bu holatda. O'zi odatda to'liq hayot xavf ostida ham bo'lmaydi. Masalan, sudraga bergandan keyin ham bolada miyada jiddiy shikastlanish mumkin, lekin o'lim holati bilan tugashi qiyin. Demak, giperemiya bo'lgandan keyin issiqlikni tashqariga chiqarishini kuchaytirib beradi. Navbatdagisi eritrositlarning kislorod tashish qobiliyatini kuchaytiradi. Depolardan qon ajralishini ko'paytiradi. Gemipoezni stimullaydi. Gemipoez degani qon hosil bo'lishiga aloqador jarayon va jigarni toksik faoliyatini oshiradi. Ya'ni zararli moddalardan tozalanish jarayoni kuchayadi. Ya'ni isitmaning himoyaviy ahamiyati mana shulardan iborat bo'ladi. Xo'p, demak biz isitmani ikki guruhga bo'ldik. Ikki guruhga bo'ldik. Oq isitma va qizil isitma. Oq isitma xavfliroq, qizil isitma nisbatan xavfsizroq hisoblanadi. Oq isitma aytib o'tganimizdek, yosh bolalar uchun nisbatan xavfli hisoblanib, sudraga berish xavfi bo'ladi. Biz odatda isitmaga nisbatan
davo chorasi qilayotganimizda agar bolada oq isitma bo'ladigan bo'lsa, uni oq isitmadan qizil isitmaga o'tkazib olib turib, undan keyin dori vositasini qo'llashimiz kerak bo'ladi. Demak, oq isitmani belgilari nimalardan iborat bo'ladi? Bolani terisi oqargan, qo'l oyoqlari muzdek yoki nisbatan sovuq bo'ladi, ko'kish rangda bo'ladi. Bu qon yetib bormayotganligida dalolat beradi. Undan tashqari burun va lablarda sianoz holatlari bo'ladi. Bolada befarqlik yoki alahsirash holatlari, umumiy holati juda og'ir bo'ladi, ya'ni intoksikatsion, ya'ni zararli moddalarning qon orqali tarqalishi bilan boradi. Taxikardiya bo'ladi, lekin taxikardiya sust bo'ladi, kuchsiz bo'ladi, ipsimon bo'ladi. Arterial bosimi ham past bo'ladi. Birinchi yordam ko'rsatilmasa, demak, sudurga berish xavfi bo'ladi. Va undan tashqari haroratni tezlik bilan ko'tarilib ketish xavfi bo'ladi. Biz masalan oq isitma holatida, demak, mana shu holatlar bo'ladi. Agar bolani holati masalan tez tibbiy yordam xodimi vizitga borganda borib ko'rsanglar, bolani holati yaxshi bo'lmasa, rangi oqarib ketgan bo'lsa, hushdan ketishga qarab tayyorlanayotgan bo'lsa, uni tana haroratini o'lchaysizlar. 37,5-38 bo'lib past bo'lishi ham mumkin. Isitmasi past ekanu deb turib analgin dimidrolni qilib qo'yish bu yerda xato bo'ladi. 37,5-38 bo'lib turib oq isitma holatida bo'lsa, birdaniga 40 dan oshib ketib qolish xavfi bo'ladi bunda. Ya'ni issiqlik ichkarida teri orqali chiqmayapti. Tushunyapsizlarmi? Teri orqali chiqmayapti. Agar teri orqali chiqayotganda buni qanday ajratib olishimiz mumkin? Teri orqali chiqayotganda bolani terisi va yuzi, ikkala yuzi qizil rangda bo'ladi. Mana shu holatda bo'lsa, bolada issiqlik yaxshi ajralyapti, bemalol dorini qilsak bo'laveradi. Lekin agar yuzi, qo'l oyoqlari muzdek, sovuq bo'lsa va oq bo'lsa, bu yerda qon tomirlar kengaymayapti, issiqlik tashqariga chiqmayapti. Bu vaziyatda qilgan dorilaringiz befoyda bo'ladi. Aksincha, qilingan dorilar bu yerda bolani holatini yana ham og'irlashtirishi mumkin. Tushunyapsiz-a? Demak, bolani oq isitmada belgilari mana shu holatda bo'ladi. Endi oq isitmada tez tibbiy yordamni qanday ko'rsatamiz? Qaranglar. Agar bola issiq kiyingan bo'lsa, birinchi bo'lib issiq kiyimlardan xalos qilamiz. Bolani issiq kiyimlardan xalos qilamiz. Ikkinchi o'rinda oyoq va qo'llarga garelka yoki issiq suv bilan to'ldirilgan baklashka qo'yiladi. To'g'ri. Oyoq va qo'llarga garelka yoki issiq suv bilan to'ldirilgan baklashka qo'yiladi. Nima uchun isitma kelayotgan bolaga issiqlik ta'sir qilishimiz kerak desanglar, biz ichkarida hosil bo'layotgan issiqlikni tashqariga chiqarishimiz kerak. Qo'l oyoqlarga qo'yadigan bo'lsak, garelkani, issiq suv bilan to'ldirilgan baklashkani qo'yadigan bo'lsak, o'sha teridagi qon tomirlar kengayadi. Arterial giperemiya chaqiradi. Natijada qon tomirlar kengaysa, ichkarida hosil bo'layotgan isitma tashqariga chiqadi. Shuning uchun oyoq va qo'llarga garelka yoki issiq suv bilan to'ldirilgan baklashka qo'yiladi. Undan tashqari bolaga issiqlik ichimliklar ichish kerak bo'ladi va spirtli suvda tanani artish. Sababi spirt terini qizartiradi, qon tomirlarni, demak, vazokonstruksiya chaqiradi, natijada oq isitmadan qizil isitmaga o'tishga yordam beradi. Ukollardan nima qilishimiz mumkin? O'sha qon tomirlarni bo'shashtirishlik uchun no'shpa qilishimiz mumkin va sudurga berishni oldini olish uchun magneziy qilishimiz mumkin. Qolgan dorilarni oq isitmada qilish taqiqlanadi. Tushundinglarmi? Qon tomirlarini kengaytirish uchun no'shpa qilish mumkin va bosimni tushirish uchun magneziy. Isitmani tushirish kerak deb ketma-ket paracetamol, analgin dimidrol, uni oldin oq isitmami, qizil isitmami? Asosiy muammo haligi isitma tushira olmayotganlarni ko'rsangiz, asosiy sabab mana shunga e'tibor bermayotganligi bo'ladi. Qo'l oyoqlari muzdekmi, qon tomirlar torayganmi, terisi oqargan, bola hushini yo'qotyaptimi, unga issiqlik ta'sir qilish kerak. Mayli isitmasi 38,5 bo'lsa ham qo'ltig'ini tagida o'lchaganingizda. Qon tomirlarini kengaytirib olganingizdan keyin qizil isitmaga o'tgandan keyin xohlaganingizcha analgin dimidrol klorin. Xo'p, no'shpa bilan magneziy sulfat endi bolani kilogrammiga qarab dozalanadi. O'zi men mana shu tez tibbiy yordamda ishlatiladigan hamma dorilarni bolalarda dozalanishini bir guruhga yozib qo'yaman shekilli. Xo'p, demak oq isitmada qilinadigan ishlar mana shular. Ikkinchisi qizil isitmada tez tibbiy yordam. Qizil isitma aytib o'tganimizdek nisbatan xavfsiz, chunki issiqlikni hosil bo'lishi bilan
hosil bo'lishi bilan ajralishi o'rtasida hamkorlik bor. Ichkarida issiqlik hosil bo'laveradi, tashqariga chiqaveradi. Bu holatda demak bolani holati xavfli bo'lmaydi. Belgilari, qizil isitmani belgilari. Bola terisi qizargan, qo'l va oyoqlar terisi issiq yoki iliq bo'ladi. Yurak urishi tezlashgan, hansirash, umumiy holati yengil, o'rta og'ir bo'lishi mumkin. Demak, asta-sekin tana haroratini ortishi, oq isitmada harorat tez ko'tariladi, qizil isitmada harorat sekin ko'tariladi. Nima uchun? Qani guruhga yozamiz. Oq isitmada harorat tez ko'tarilib ketishi mumkin. Qizil isitmada harorat sekin ko'tariladi. Nima uchun? Guruhga yozamiz. Xo'p, keyin iltimos anaqa narsalar tashlamaylik guruhga. Xo'p, men post masalan yozsam, tepada qolib ketyapti-da ma'lumotlar. Xabari yo'qlar bo'lsa, boshqalar bo'lsa, bilmasdan qolib ketib qolmasin deyman-da. Xo'p, oq isitmada nima uchun harorat tez ko'tariladi-yu, qizil isitmada sekin ko'tariladi? Javoblarni yozamiz. Xo'p, issiqlik chiqmaydi aytganim to'g'ri. Termorezus yomon ishlagani uchun, oqsim qon tomiri to'ragani uchun. Xuddi shunaqa. Ichkarida to'planadi oq isitmada, otilib chiqqani uchun o'zgarish katta bo'ladi. Xuddi shunaqa bo'ladi o'rtoqlar. Oq isitmada isitma ichkarida to'planib turaveradi, tashqariga chiqmaydi. Undan keyin birdaniga portlaydi. Tushunyapsizlarmi? Tezda ko'tarilib ketadi. Bitta joyga masalan gazni ham qamab qo'yaversangiz portlaydi-yu, xuddi shunaqa bo'lib, isitma ham tez ko'tariladi oq isitmada. Qizil isitmada unaqa bo'lmaydi, chunki ichkarida issiqlik hosil bo'layotgandi, tashqariga chiqayotgandi. O'rtada muvozanat bor. Shuning uchun ham jarayon tez bo'lmaydi qizil isitmada. Xo'p, demak tana harorat asta-sekinlik bilan ko'tariladi qizil isitmada. Bolani ongi saqlangan bo'ladi, hushi joyida bo'ladi. Undan tashqari tirnoqlari pushti, arterial bosim ham demak normal holatda bo'ladi. Oq isitma bilan qizil isitmani demak tushundik-a? Yaxshi. Qizil isitmada tez tibbiy yordam. Ushbu holatda yallig'lanish prosesiga bog'liq dori vositalaridan bemalol foydalanish mumkin. Isitma mavzusida men asosan bolalarga urg'u berib aytganman. Chunki kattalardagi isitma nisbatan xavfsiz bo'ladi o'rtoqlar. Xohlagan doringizni qilaverasiz. Yallig'lanishga qarshi. Ulardagi isitmalarni tushirish ham osonroq. Lekin bolalar birmuncha qiyin edi-da, o'shuning uchun ko'p ma'lumotlarni bolalarga nisbatan yozganman. Demak, parastamoldan foydalanishimiz mumkin qizil isitmada, odatda svichalaridan, Sefecon svichalaridan 1 oylik bilan 3 oylik bo'lgan bolalarga 50 mg svichadan foydalaniladi. 3 oylikdan 3 yoshgacha 100 mg, 3 yoshdan kattalarga esa 250 mg lik demak, svichalardan foydalanishimiz mumkin. Undan tashqari analgin dimidroldan foydalanamiz. Demak, bolani kilogrammiga qarab dozalaymiz. Biz masalan shoshilinch poliklinikalarimizda yoki masalan 4 yoshda deylik, parastamolni ukollari ham bor, Infulgan yoki Fevalgan tarkibi parastamol bularda ham. Demak, ana shularni infuziya shaklida ham qo'yish mumkin. Va biz yoqtiradigan, eng ko'p ishlatiladigan narsa bu milliy sostav deydi-yu, natriy xlor 100 likka masalan analgin, dimidrol, noshpa bolani kilogrammiga qarab dozalab qo'shib jo'natadigan bo'lsak ham isitma tushadi. Isitmalardan mana shular demak amalga oshiriladi, lekin bitta narsani aytib qo'yishlarga, bu narsa davo bo'lmaydi. Qachonki isitmaga sabab bo'layotgan omilni aniqlab, unga qarshi kurashmagunizcha isitma chiqaveradi. Aytaylik, infeksion kasallik, nafas yo'llari infeksiyasimi, oshqozon ichakmi, buyrak kasalliklarimi, asosiy kasallikni aniqlab, agar infeksion kasallik bo'lsa, unga antibiotik terapiyasi o'tkazib, nima qilmagunizcha jarayon to'xtamaydi. Keyin yana isitma chiqishi mumkin. Xo'p, endi sizlarga savol beraman. Qaranglar. Biz deksametazon preparatidan ko'p foydalanamiz. Deksametazon tezda yaxshi qilib qo'yadi-yu, masalan qilinganda. Deksametazonni ta'sir mexanizmi nimaga asoslangan? Masalan, deksametazon qilsak, qanday yaxshi qilib qo'yadi bolani? Kim javob beradi?
Antibiotik qilsak endi tushunarli, u infeksiyaga qarshi kurashadi u, lekin deksametazon qilganimizda qanaqa ta'siri bor uni? Kim javob beradi? Yallig'lanishga qarshi gap degan gap u mavhum gap, umumiy jarayonga nisbatan gap. Qayerga ta'sir qiladiki, bolani tuzalishida katta rol o'ynaydi. Qayerga ta'sir qiladiki, tez yaxshi qiladi. Xo'p, isitma patofiziologiyasini men sizlarga bekorga yozganim yo'qman. Isitma patofiziologiyasini. Yaxshi, rahmat hammaga. Xo'p, bu ichki mexanizm, bilmasligimiz tabiiy holat. Qaranglar. Men rasmga e'tiboringlarni qaratinglar yana bir marta isitma patofiziologiyasi holatiga qaranglar. Infeksion, noinfeksion omil, yallig'lanish protsessi, birlamchi piragellar, leykositlar aktivlashishi, ikkilamchi piragellar va ikkilamchi piragellardan prostaglandin E hosil bo'lishida o'rtada fosfolipaza A2 degan ferment bor. Ana shu fosfolipaza A2 ni bloklaydi deksametazon. Fosfolipaza A2 ni bloklaydi. Ya'ni yallig'lanish protsessini mana shu fosfolipaza A2 qismiga ta'sir qiladi. Shuni bloklagandan keyin yallig'lanish prosessi to'xtaydi. Tushunyapsizlarmi? Isitmani ustiga qilib qo'ysangiz bo'lmaydi buni. Bolani istimasini tushirgandan keyin davolovchi sifatida qilasiz. Masalan, antibiotik bilan birga deksametazon qilinganda, antibiotikdan keyin yaxshiroq effekt beradi. Chunki antibiotik infeksiyaga ta'sir qiladi, deksametazon fosfolipaza A2 ga ta'sir qiladi. Shu tariqa ushbu jarayon infeksiya bilan kasallanishni, demak, davolash mumkin bo'ladi. Asosiy proses mana shundan iborat bo'ladi. Tushundinglarmi? Xo'p, deksametazonni ortiqcha qilishlik ham zarar. Keragidan ortiqcha qilishlik buyrak usti bezi faoliyatini ishdan chiqaradi. Bu bir qancha kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Faqatgina me'yorida ishlashlik kerak. Xo'p, tushunyapsizmi o'zi? Nasa deb turinglar. Tushunmasanglar savolni beringlar. Yaxshi. Qizil isitmada tez tibbiy yordam haqida ham aytib o'tdik. Parastamol suyichalaridan, analgin dimidroldan, parastamol tarkibli inyektsion dori vositalaridan demak foydalanishimiz mumkin. Infulgan, fevalgan kabi va turli xil, masalan, yallig'lanishga qarshi proseslarni qo'shib qilishimiz mumkin. Masalan, natriy xlor 100 ga analgetik, antigistamin va spazmolitik, ya'ni analgin, dimidrol, noshpani qo'shib qilsak ham isitmani tushiradi. Faqatgina bizni bilishimiz kerak bo'lgan narsa oq va qizil isitmani bir-biridan ajratib olish xolos. Bo'ldi. Undan keyin isitmani tushirish muammo bo'lmaydi. Xo'p, gipotermiya. Gipotermiya deganda bu tana haroratining tushishi bilan bog'liq. Gipotermiyaning sabablari quyidagilardan iborat bo'ladi. Erta tug'ilish, past haroratda uzoq qolib ketish, haddan tashqari charchoq, dori-darmon ta'sirida yuzaga keladigan gipotermiya, bu haqida ham hozir gaplashamiz. Avitaminoz, ya'ni vitamin yetishmovchiligi natijasidagi gipotermiya, yuqumli kasalliklar, gipotireoidizm, surunkali kasalliklarning rivojlanishi, temir tanqisligi anemiyasi va nevrologik kasalliklar ta'sirida gipotermiya, ya'ni tana haroratini tushib ketish holati ko'p kuzatiladi. Xo'p, mana shularning ichida ikkita holat juda ham ko'p uchraydi. Birinchisi dori-darmonlar ta'siridagi gipotermiya, ikkinchisi temir tanqisligi anemiyasi natijasida gipotermiya, ya'ni tana haroratining tushish holati. Dori-darmonlar ta'sirida asosan qaysi dori vositalari ko'proq tushirib yuboradi deydigan bo'lsak, ko'proq bolalarda bo'ladi bu holat. Qaranglar. Ibuprofen tarkibli dorilar ko'p tushirib yuboradi. Yallig'lanishga qarshi dorilar, ya'ni ko'p tushirib yuboradi. Diklofenak,
ibuprofen, a? Masalan, svichalar, parastamol tarkibli sefekon yoki shunga o'xshagan dori vositalari ham tushirib yuborishligi mumkin. Ya'ni bitta so'z bilan aytganda, nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalari va analgetiklar, og'riq qoldiruvchilar ta'sirida isitma tushib ketishi, ya'ni gipotermiya holatlari bizda juda ham ko'p uchraydi. Ya'ni analgin qilsak, analgin ham tushirib yuborishi mumkin. Endi hamma bolada ham emas, bu ba'zi bolalarda, immuniteti zaifroq bo'lgan bolalarda bu holat ko'p uchraydi. Xo'p, gipotermiyani davolash. Gipotermiyada demak tez tibbiy yordam. Demak, birinchi qilinadigan ish shirin dog' suv yoki kofe. Ana shuni beramiz. Undan keyin bemorni, ya'ni bolani yoshiga yoki kilogrammiga qarab turib, glyukoza 5% 250 ml demak glyukoza qilinadi. Undan keyin bolaga deksametazon ukol qilinadi, bu ham kilogrammiga qarab va agar mana shular bilan qolsa qoldi, bo'lmasam atropin sulfat qilish mumkin. Atropin sulfatni ham demak kilogrammiga qarab 0,1 yoki 0,3 ml qilish mumkin. Gipotermiyani demak 3 ta chegarasi bor. 33 gradusgacha chegara gipotermiya deyiladi. 29 gradusgacha hushdan ketish chegarasi, ya'ni 29 gradusga yetganda hushdan ketadi bemor. 27 gradusga kelganda esa tana muzlaydi. Tana komaga tushish holatiga demak kelib qoladi. Xo'sh. Ma'ruza qismi mana shulardan iborat. Kimda savollar bor? Ma'ruza qismi mana shulardan iborat. Bolishib tashlab menga. Xo'p, nima uchun ko'pi zarar bo'lsa deksametazon reanimatsiya 8 kubigacha foydalaniladi? Xo'p, deksametazonni 8 kubik kim qilayotgan bo'lsa bilmadim, lekin jiddiy sababi bo'lsa kerak, kimga qilayotgan bo'lsa ham. Nima bo'ladi-da? Masalan, bemorni holati o'lchanadi. Agar xo'p, mikrofon kimniki yonadi yana. Qaranglar, deksametazonni 8 kuba qilishga qanaqadir kimni ko'rgan bo'lsangiz ham jiddiy sababi bo'lgan uni. Agar o'lim holati turgan bo'lsa yoki deksametazonni zarari holati turgan bo'lsa, albatta deksametazonni zarari holatini tanlaydi. O'lib qolishdan ko'ra yaxshiroq, to'g'rimi? Agar zarurat bo'lsa, endi agar bilib bilmasdan qilayotgan bo'lsa, men bunga qarshiman. Doim shifokor o'zini oldida turgan vaziyatni chamalab ko'rishligi kerak-da, qaysi variant ma'qulroq. Qaysi variant ma'qulroq bo'lsa, o'sha qilinadi. Covidda endi o'sha vaqtda nima bo'lgan, zarurat bo'lgan. Bemor albatta aytayapman, o'lim holatini oldini olish maqsadida bo'lsa, demak qilinadi. Xo'p, yana savollar. Savollar. Xo'p, agar savol bo'lmaydigan bo'lsa, endi vaziyatli masalaga o'tamiz, bo'lmasa. Savol bo'lmaydigan bo'lsa, vaziyatli masalaga o'tamiz. Vaziyatli masalalarimiz oson. Endi albatta darsda boshdan oxirigacha eshitganlar bo'lsa, ular uchun oson. Atropinni o'zi qilinadi. Gipotermiya bo'lsa. Xo'p, birinchi vaziyatli masala o'qiymiz va javob yozamiz. Birinchi vaziyatli masala o'qiymiz va javob yozamiz. Xo'sh. Gipertermiya demoqchi edi shekilli.
Issiqqa o'rab qo'yish shart emas. Uni qo'l oyoqlariga issiqlik ta'sir qildirish orqali, ya'ni qon tomirlarini kengaytirish asosiy maqsad. Hop, qizil istimaga hamda yetkazib olamiz. Anagi nimadir qilish bu yerda noto'g'ri bo'ladi. Qarang, nimaga noto'g'ri bo'ladi? Ichkarida isitma turganda hali tashqariga chiqmasdan turib siz o'sha yerda jarayonni to'xtatmoqchi bo'lyapsiz-da. Tushunyapsizlarmi? U yana ham nagruzka berish bo'ladi. Anagi nimadir bitta qiladigan bo'lsak, unga yana ham nagruzka berish bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Yaxshi. Javoblarimiz to'g'ri. Demak, dars orqali buni o'zlashtiryapmiz. Bemor Karimov Bekzod 2021-yilda tug'ilgan, oilaviy shifoxonaga olib kelingan. Bemor 2 kundan bo'yin isitmalayotgani aytilgan. Bemor holati juda yomonlashganligi ma'lum qilingan. Tekshiruvda demak holsizlik, qo'l oyoqlar muzlashi, qaltirash, hush buzilishi, sovuq qotirish va terisida oqarish holatlari bor. Tana harorati o'lchanganda 39,5 gradus, bemorga tez tibbiy yordam. Birinchi o'rinda bemorga sudurga berish xavfi bo'lganligi uchun oldini olish uchun kilogrammiga dozalab magneziy qilamiz. Undan keyin qaranglar, bolani terilarini demak spirtli suv bilan artib terisidagi qon tomirlarini kengaytirishga harakat qilamiz. Spirtli suv bilan artib turib, masalan, teridagi giperemiya chaqirish uchun demak artamiz. Undan keyin qo'shimcha yordam sifatida albatta noshpa qilishimiz mumkin. Noshpa ham qon tomirlarini kengaytirib, giperemiya chaqiradi. Giperemiya chaqirgandan keyin qon tomirlari kengayadi. Oq istimadan qizil istimaga o'tgandan keyin analgin dimetrilni qilamiz, yo bo'lmasa paracetamolni qilamiz. Sechasini qo'yamiz. Tushunyapsizlarmi? Ana shu tariqa qizil istimaga o'tgandan keyin xohlagan dori vositalaridan foydalanishingiz mumkin. Xohlasanglar infugan qo'yasizlar tomirdan, xohlasanglar sassab qo'yasizlar tomirdan istima tushirgani. Ana shundan keyin istimasi tushgandan keyin istimani sababchisi aniqlanib, kerak bo'lsa antibiotik terapiyasi o'tkaziladi. Qilinishi kerak bo'lgan ketma-ketlik mana shulardan iborat bo'ladi. Xo'p, ikkinchi vaziyatli masala. Hop, ikkinchi vaziyatli masala. Xo'p, javoblarning hammasi to'g'ri. Javoblarning hammasi to'g'ri. Qaranglar. Ikrom va Solihaboni 2022-yilda tug'ilgan, tez tibbiy yordamni chaqirgan. Qo'l oyoq va peshonalari issiq, tez nafas olish, terisi qizargan, es hushi joyida taxikardiya belgilari bor. Tana harorati 38,5. Xo'p, bolaga demak
parastamolni svichasidan foydalanishimiz mumkin. 250 dan masalan. Agar bu bilan tushmaydigan bo'lsa, analogini Dimitrov qilishimiz mumkin. Kilogrammiga dozalab, bu bilan ham iloji bo'lmasa, demak, sostav qilishimiz mumkin osmokol tomirdan. Xo'p, mana shular bilan tushadi qizil isitma. Bu qizil isitmani tushirishlik qiyin emas. Undan keyin demak, asosiy kasalligi aniqlanib, antibiotik terapiyasi o'tkaziladi. Agar svichaga, ukollarga imkoniyat bo'lmasa, shart-sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, bolani terisini ko'pikli suv yoki oddiy suv bilan ketma-ketlikda artiladi. Ya'ni birinchi ko'pikli suv qilib, undan keyin oddiy suv, undan keyin yana ko'pikli suv, oddiy suv qilib artilganda isitma tushadi. Bunga asosiy sabab ko'pik teriga yopishgandan keyin yoriladi, yorilganda issiqlikni o'zi bilan olib chiqib ketadi. Bu yerda issiqlikni olib chiqib ketish muammo bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu qizil isitma. Ichkaridagi hosil bo'layotgan issiqlik bilan tashqariga chiqish borasida o'rtada muvozanat bor. Tushunyapsiz-a? Tushundik-a? Oddiy kirsovunda ko'pikni tayyorlab turib, bolani terisiga suvni emas, ko'pikni o'zini surtiladi. Ko'pikni o'zi. Tushunyapsiz-a? Yaxshi. Uchinchi vaziyatli masala. Ko'pikli suv mumkin emas, tana teshiklarini yopib qo'yadi. Unaqa bo'lmaydi, xavotir olmanglar. Unaqa bo'lmaydi. Chunki ish faoliyatimizda deyarli har kuni qilamiz buni. Qizil isitma holatida isitmani tushiradi. Yaxshi. Demak, bu holatda demak oq isitma Xo'p, yana javoblar. Sxema berishiladi. Spirtli rastreli qilamiz. Oyoq qo'liga issiq suv, magneziy, noshba keyin antibiotik terapiyasi. Yaxshi. Magneziy qilamiz. Antibiotik proba bilan beriladi. Xo'p, magneziy qilamiz, spirtni artamiz. Atropin sulfat. Atropin sulfatni nima qilamiz? Bu holatda nima uchun bo'lishimiz kerak atropin sulfat? Yo, tepada shunaqa javob yozilgan ekan, o'shuning uchun so'rayapman. Atropin sulfatini nima qilishimiz kerak? Isitmani ko'tarib olish uchun. Xo'p.
Atropin sulfat qilinganda arterial giperemiya chaqiradimi atropin sulfat? Bunaqa bo'lmaydimi? Agar atropin sulfat qilganimizdan keyin arterial giperemiya chaqirsa, ya'ni qon tomirlarini, teridagi qon tomirlarini kengaytirsa, maqsadga muvofiq. Lekin unaqa ta'siri bo'lmasa, men atropin sulfatga qarshiman. Chunki gipertermiya holatida, ayniqsa oq isitma holatida atropin sulfat qo'llab ko'rmaganmiz. Agar mabodo men bilmaydigan narsa bo'lsa, aytsanglar bilib olsak yaxshi. Lekin menimcha atropin sulfat qilmagan ma'qul bu vaziyatda. Xo'p, hammani javoblarini o'qib chiqdim. Javoblar to'g'ri. Demak, bemor Aliyev Doniyor 2019-yilda tug'ilgan, ota-onasi oilaviy poliklinikaga olib kelgan. Tekshiruvlar natijasida rangi oqargan, qo'l-oyoqlari sovuq, holsizlik, bosh aylanishi, ich buzilishi, qaltirash, tomoq qizarishi, taxikardiya, ko'nglanishi va qayt qilish holatlari bor. Tana harorati 40 gradus ekan. Bemorga tez tibbiy yordam ko'rsatishimiz kerak. Demak, qaranglar. Bu yerda issiqlik hosil bo'lyapti, tashqariga chiqmayapti, qo'l-oyoqlar sovuq, shuning uchun giperemiyani yuzaga keltirish uchun qo'l-oyoqlariga, demak, issiq baklashga yoki garelka yordamida qon tomirlarini kengaytirib olamiz. Sudragini oldini olish uchun magneziy qilamiz. Bu yerda ham ich buzilyapti, ham tomoqda qizarish bor. Ikkalasi ham gipertermiya ya'ni ikkitasi birda bo'lganda bu yerda. Shuning uchun tana harorati nisbatan baland bo'ladi. Bunaqa holatda odatda tushirish ham qiyin bo'ladi. Bu yerda dorilarni maksimal ishlatishlikka zarurat bo'ladi. Magneziy qilinadi. Demak, noshpa qilish mumkin kilogrammiga dozalab. Tanani spirtli suv bilan artib turib, issiqlik chiqishini, tashqariga chiqishiga sharoit yaratamiz. Qizil istimaga o'tgandan keyin analgin dimidrol qolmasa, bunaqa vaziyatda odatda inyeksiyon, ya'ni infuziya holatda osmok'ollardan foydalanish maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Ya'ni analgin, dimidrol, noshpani birgalikda qilishlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shular bilan tushgandan keyin bolaga ko'proq infuziya qo'yishlik kerak. Nima uchun desanglar, bu yerda ich buzilish holatlari bo'lyapti. Suvsizlanish holati bo'ladi-da, ya'ni tashqariga ko'p suyuqlik chiqib ketadi, natijada ahvol yana ham yomonlashadi. Shuning uchun ham bu yerda ko'proq infuzion eritma qo'yadigan bo'lsak, suvsizlanishni oldini olib qo'ygan bo'lamiz. Endi suvsizlanish infuzion eritmalar ko'p, Ringer bor, Resarbilak bor yoki boshqa ukollar bor. Mana shulardan foydalangan holatda demak suvsizlanishni oldini olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Biz o'chirib qo'yasiz a? Ekranda. Men qo'shilib qoldim, bir yerni qo'ydim. Xo'p. Tushundik hammasini. Bemorning holati yaxshilangandan keyin, isitma tushgandan keyin, undan keyin antibiotik terapiyasi o'tkaziladi. Antibiotik terapiyasini qo'llashdan oldin o'zi aslida o'sha infeksiya omilini aniqlab, spetsifik aniqlab, shunga qarab antibiotik tanlash maqsadga muvofiq aslida. Lekin ko'pchilik bemorlar bunga rozi bo'lishmaydi, ko'p vaqt oladi-da bu, masalan, spesifik aniqlagan. Bunga odatda imkoniyat bo'lmaydi, shuning uchun ham keng spektrli antibiotiklardan foydalanadi. Sefapirazon sulbaktam, ceftaksion sulbaktam bulardan foydalanishlik mumkin. Xo'p. Xo'p, javoblar to'g'ri yoki noto'g'riligiga izoh berib ketsangiz. Qaysi javoblarda? Tepada yozilganlardimi? Tepada yozilganlarni hammasini o'qib chiqyapman. Tepadagi yozilgan javoblarni to'g'ri hammasi. Yozilgan javoblarni hammasi to'g'ri. Xo'p, kimda savollar bor bugungi dars bo'yicha? Kimda savollar bor? Bo'ldi, o'chirib qo'ydim mikrofonni. Savolimiz bor. Tamam, savollarni. Magneziyni kilosiga yoshiga qanchadan nima qilinadi? Xo'p, magneziy haqida men nimada yozgan edim? Birinchi darsimizda
hali anafilaktik shok mavzusida anafilaktik shokmidi? Yo'q. Arterial gipertoniya mavzusida yozdim. Kilogrammiga dozalab nima qilib qo'ydim. Men odatda yoshiga qarab turib nima qilaman? Masalan, 1 yosh, 2 yosh oralig'idagi bolalarga odatda 1 ml bilan 1,5 ml atrofida qilinadi magnez. Oshgan sari oshib boraveradi. Masalan, 2 ml, 2,5 ml gacha 5 yoshgacha qilishlik mumkin. Tushunasizlarmi? Shunaqa qiladi. Men yaqinda bitta shunaqa voqea bo'ldi. Endi bizni aptekachilarimiz ham aqlli bo'lib ketgan-ku. Bitta bolada qiriq isitma, men unga magneziy yozdim. Birinchi sudriga berishni oldini olish maqsadida. Magneziy yozib bersam, aptekaga chiqib magneziy Xo'p, mikrofoninglarni o'chirib turinglar. Magneziy nimaga yozib beradi? Davleniyani tushirib yuboradi magneziy deb kasalni miyasiga uqtirgan. Endi kasalda hamma uydagilari kirib, to'polonlar, shunaqa holatlar bo'lgan. Xo'p, magneziyni davleniya to'g'ri tushiradi. Lekin davleniya deganda faqat hali biz o'lchaydigan 120 ga 80 davleniyani tushunadi-da ko'pchilik. Bosh miyadagi bosim ham o'sha davleniya. Miyadagi bosimni tushishi ham o'sha davleniyani tushishi o'rtoqlar. Magneziy qilganimizda asosiy tushadigan narsa miyadagi bosim tushadi. Tushundinglarmi? Magneziyni qilishimizdan maqsad miyadagi bosimni tushirish. Papaverin dibazol qilganda miyadagi bosim tushmaydi. U qon tomirlaridagi bosim tushadi. Nimaga? Chunki u spazmolitik, qon tomirlarini bo'shashtiradi. Ta'sir mexanizmi shunaqa. Ular shuni orqasidan to'polonlar bo'lib, men ularga isbotlab bera olmaganman. Haligi ular tushunmaydi-yu, masalan, oddiy kasal tushunmaydi. Gapdi. Aptekachilarimiz ham juda ham ko'plab muammolarni shunaqa keltirib chiqarib qo'yadi. Endi u vaqtlarda ishga yangi kelgan vaqtim hech kimga ortiqcha nima qilmaganman. Lekin oddiy kasalga bu holatni tushuntirib bera olmaysiz. Aptekachilar bu vaziyatda odatda doktorlarning ishiga aralashmagani to'g'ri bo'ladi. Insultni oldini olish uchun qilamiz, to'g'ri. Magneziy qilishimizdan asosiy maqsad miyadagi bosimni tushirish. Shuning uchun qilinadi. Xo'p, arterial bosimni tushirmaydimi? Xo'p, arterial bosimni qaranglar. Baland bo'lsa tushiradi, normaga kelgandan keyin tushirmaydi. Nimaga uni deyapman? Miyadagi bosim to'liq tushgandan keyin, normaga tushgandan keyin, undan keyin patologik nima bo'lmaydi debdi. Normagacha tushiradi, undan keyin pastga qarab tushirib yormaydi. Xo'p, hamma ma'lumotlarni tushundik-a? Tushundik hamma ma'lumotlarni. Gipertermiya va gipotermiya haqidagi umumiy ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. E'tiboringlar uchun rahmat. Hozir test bor. Gipertermiya va gipotermiya bo'yicha mana shu testni birgalikda ishlaymiz xudo xolasa. Xo'p, chatni o'chiryapman. Rahmat hammaga. Hozir test ishlaymiz.